musor yoqadigan zavod turibdi Vena. Eng markaz joyda, shu metrodan chiqasiz. Metrodan chiqasiz, obyekdan chiqdingizda musor yoqadigan zavod turibdi. Nima yana bir minus taraflari bor? Keyinchalik biz yana e'tibor berishimiz kerak bo'lgan bir qaysi jihatlari bor? Siz olim sifatida bizga tavsiya bera olasiz? Juda kichkina foiz, ichimlik suvi o'zi qancha foiz tashkil qiladi? 1%. 1%. 1% ichimlik suvi. Assalomu alaykum hammaga. Bizani teletomoshabinlarga bugun qiziq suhbat bo'lishi kerak, xudo xolisa. Mana bizani studiyamizda avvalambor Farruh akaga assalomu alaykum deymiz. Rahmat aytamiz. Bizani akamizga, hamkasbimizga mehmonimiz Muhiddin aka Juliyev atrof muhitni muhofaza qilish va tabiiy resurslardan oqilona foydalanish bo'yicha yetakchi olim, biologiya fanlari doktori, dotsent. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum aka. Rahmat. Taklifga biodemasdan tadbirda suhbat qilamiz degan shu tashrif buyurganingiz uchun. Bugun o'zi gaplashadigan mavzularimiz qanaqa aytsam ekan, juda ham ko'p. Lekin biz o'sha vaqtdan foydalangan holda eng qizuvlarini siz bilan muhokama qilamiz. Farruh aka mashinalarida. Avvalambor boshlashdan oldin qisqacha o'zingiz haqingizda umuman mana shu sohaga qanday sizda qiziqish uyg'ongan, qanaqa kirib kelgansiz? Qayerlarda tahsil olgansiz, qanday ish tajribasiga egasiz, shu haqida bir bizani tomoshabinlarga ozgina ma'lumot bersangiz, keyin qolgan savollarni. Rahmat avvalambor taklif qilganinglar uchun. Sizlar bilan ham tanishganimga ancha yil bo'ldi. Farruh Nurlakiz. Men o'zim haqimda gapiradigan bo'lsam, men hozirda Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligi mexanizatsiyalash muhandislari instituti milliy tadqiqot universiteti huzuridagi fundamental va amaliy tadqiqotlar institutida laboratoriya mudiri sifatida faoliyat yurityapman. Bizning faoliyatimiz asosan shu qishloq xo'jaligi, iqlim o'zgarishi, tabiiy resurslar yoki tabiiy ofatlar bilan men bevosita ishlaganman avval. Va hozirda 4 ta tayanch doktorant bor, bizda yana xodimimiz bor. Va shular bilan birgalikda shu iqlim o'zgarishi, yerlarni degradatsiyaga uchrashi, yerlarni sho'rlik holati yoki shu tabiiy resurslar deganda bu suvlar, yer usti va yer osti suvlari ham bunga kirib ketadi. Shu yo'nalishlarga bizni faoliyatimiz bevosita bog'liq. O'zimni bu sohaga kirib kelishim haqida gapiradigan bo'lsam, men o'zi Toshkent texnik universiteti tamomlaganman. Shu geologiya yo'nalishini, bakalavr yo'nalishini, magistratura yo'nalishini bu geologiya bilan bog'liq va geologiya sohasida bir necha yil ishlaganman. Shu davlat geologiya qo'mitasi tasarrufidagi korxonada. Va PhD o'qish maqsadida men shu Erasmus Mundus loyihasiga topshirib 2014-yil edi. Bu o'sha irrigatsiya instituti qoshida asosiy koordinator shu yerda edi. Shu institutdan men topshirib Avstriyaga men qabul qilinganman. Avstriyaning Vena shahridagi tabiiy resurslar va tabiiy fanlar universitetiga shu joyda men 2015dan 2019gacha shu yerda faoliyat olib borganman. Tog'li hududlarda ko'chki jarayonlarini modellashtirish mavzusi bo'yicha men ilmiy ish olib borganman-da va 2019-yilda buni himoya qilib va O'zbekistonga qaytgan. Va shundan keyin o'sha 2019dan boshlab bevosita shu iqlim yoki yerni avvallari o'sha PhD boshlamasimdan avval tuman geologiya yo'nalishida bo'ladigan bo'lsa faoliyatim. Va undan keyin o'sha yerni ustki qismidagi jarayonlar, tabiiy jarayonlar bilan bog'liq injiniring geologiya yoki egzogenniy
egzagen jarayonlar desak bo'ladi. Yer ustki qismidagi jarayonlar bilan bog'liq o'sha tabiiy ofatlar, sellar, ko'chkilar, eroziya jarayonlari bor. O'sha suv bilan yoki muzlik bilan, qor bilan bog'liq bo'lgan jarayonlar. Va shu jarayonlar bilan qanday hodisalar, qanday holatlar bu yerda mavjud bo'lsa, shunga bog'liq bizning faoliyatimiz. Tushunarli. O'sha o'qish jarayonida mana aytdingiz, Avstriyada ham biz tajriba o'tirganmiz deysiz. Bizani tizim bilan solishtirib ko'raylik davomanda. Masalan, bizadagi studentlar qanaqa imkoniyatlari bor, qanaqa bir tajribalar o'tkazishadi o'sha tog'li mana hududlarda ko'chish jarayonlarini o'rganamiz dedingiz. O'sha Avstriyada o'qiganingizda shu qanaqa kechgan yoki bizlar bilan solishtiradigan bo'lsak, plus minuslarni yana qanaqa bir nimalarni sezgansiz, o'zingiz ko'rgansiz. Shunaqa qilish kerak ekan bu narsani tadqiqotda yoki deganda. Ben birinchi borganimda menda ham juda ham kuchli hayajon bo'lgan. Chunki ungacha borganda ham men shu PhD boshlagunimcha menda yaxshi bir tajriba bo'lgan vaqt bo'lgan. BMT tomonidan tashkil qilingan Hindistonda Indian Institute of Remote Sensing bor. Shu masofadan zo'rlash bo'yicha juda ham kuchli kadrlarni tayyorlaydigan institut bor. Shu joyda 9 oylik postgraduate magistratura emas, balki bakalavridan keyingi jarayonda o'qiydigan bir kurs tashkil qilishgan. 9 oylik 6 oy o'qiymiz, 3 yillik o'sha proyektni bajarish, diplomni ish olish. Va shu joyga borib men butunlay ungacha bo'lgan mana ingliz tili darajamni o'zim bilaman. Juda ham kuchli ayta olmasdim. Lekin o'sha 9 oylik o'qish davomida men har bitta o'sha yangi soha bu ham geologiyada masofadan zo'rlash yoki gaz texnologiyalarini qo'llash bo'lgan birinchi. Va shu joyda hamma materiallarni boshidan boshlab noldan ingliz tilida o'qib, bu narsadan juda ham yaxshi tajriba bo'lgan. Va shu joyda ham Hindistonda ham manda bo'lgan o'sha mineral mapping, o'sha minerallarni kosmosdan turib, fazodan turib sizda xaritalash. Va shu tajriba menga juda ham qo'l kelgan va shu tajribam, shu diplom orqali men o'sha PhD'ni qo'lga kiritishga muvaffaq bo'lganman. Chunki IELTS sertifikatini o'rniga mana bu Hindistonda olgan diplomim IELTSni o'rnini bosdi deya olaman. Va Avstriyaga kelgan paytimda birinchi menga shu bo'lgan hayajon, men bular bilan raqobatlasha olamanmi degan menda hayajon bo'lgan. Chunki men ko'rganman ularni laboratoriya sharoitlari, ularda bor qilayotgan tajribalari yoki boshqasi. Va ularda shunday narsa borki, Yevropada bu narsa juda ham yoki Amerikada juda ham yaxshi tajriba bu. Bizga ham sekin bu narsa kirib kelyapti. Ular PhD'ga asosan oladi birinchi loyiha qilib, loyihaga PhD'ni jalb qiladi. Loyiha davomida ikkita PhD bajarishi mumkin bo'lgan ish bormi? O'shanga mana bu yo'nalishda PhD kerak, bu yo'nalishda PhD kerak deb o'sha loyiha rahbari tayinlaydi. Shunga qarab PhD yoki magistr oladi. Va buni afzallik jihati o'sha loyiha doirasida unga oylik to'laydi va ham loyihasini bajartiradi, ham bu yoqda ikkita PhD tayyor bo'ladi. Ham o'sha PhD'lar loyihani natijalari bo'yicha ilmiy maqola. Bitta loyiha doirasida 3-4 ta quyonni ularni bu juda ham yaxshi tajriba deydi. Ham loyihani doirasida masalan maqola chop etilishi shart. PhD tayyorlash bu ikkinchi plus va uchinchi plus. PhD ham bu narsadan mamnun. Loyiha rahbari ham mamnun. Joyda hamma loyihani bajariladi. Mana shu tajriba juda ham yaxshi deyman. Shuning uchun
magistr oladi, masalan, ikkita magistr, ikkita PhD oladi, loyihani katta kishilarga qarab, davomiylik, 3 yillik, 4 yillik loyiha bo'lsa, masalan, PhDni nimasiga ham maksimal 4 yil berishim, 3 yilda himoya qila olmasa yoki ba'zilar kelib nemis tili o'rganishini, ya'ni Xitoyda bo'lsa Xitoy tili o'rganishini, o'shanga vaqt beriladi, lekin asosiy PhD bilan shug'ullanish vaqti shu 3 yil davomida, masalan, har yilda bittadan maqola chiqarsa ham, u loyiha uchun mana 2ta PhD, 6ta maqola. 6ta maqola degan loyihani normal yaxshigina ko'rsatkichini baholab beradi. Bu narsa juda ham yaxshi tajriba va ikkinchi narsaki, u yerda mana hozir bizni universitetda ham bu narsa tashkil qilishni boshlandi. Mana kredit bo'yicha manimcha 180 ekan, 160 sizni dissertatsiyangizga beriladi. 20 kreditiga siz 5 dan 6 ta fan olishingiz kerak. Sizni tanlagan mavzuyingizga mos bo'lgan fan. Statistika bo'lishi mumkin yoki bu bo'lishi mumkin, gidrologiya deysizmi yoki işte natural hazardsmi yoki qanaqadir Erasmus bo'yicha boshqa joyga borib summer school va winter school uni qilish mumkin. Manda shunaqa bo'ldi, o'sha Sloveniyaga borib 2017-yildami summer school bo'lgan. Natural hazards, tabiiy ofatlar bo'yicha summer school bo'lgan. O'sha summer schoolda biz ham ishtirok etganmiz, konferensiya bo'lgan joyda. Va o'sha summer school natijasi bilan biz 5 kreditni biz shu universitetni emasda yopishmiz. U ham o'sha 5 kredit bilan yopilib ketgan. U narsa ham juda ham foydali bo'ldi. Fanlaringizni katta kichikligiga qarab, o'sha 5 kreditli, 3 kreditli, 1 kreditli fanlar bor. Buni yopasiz va buni yopib, keyin sizga imzo atmish bo'lib doktorskiy ishingiz qo'shiladi. Shu bo'yicha sizga o'sha diplomingizga yoziladi. Shuncha fan o'tgan, mana bu dissertatsiya ichida shu 4 yoki 5 ga himoya qildi degan sizga sertifikat beradi. Va u joydagi boyagi erkinlik menga yoqqan. Sizni hech kim tekshirmasligi mumkin. Lekin sizni qilayotgan ishingiz, man birinchi yilda ozgina qiyin o'tgan, birinchi bosh yilda borganimda ma'lumotim ko'p emas qo'limda. Mana bu yerdagi shu Erasmusni sharti bor edi. Ishingizni shu O'zbekistonni da olish. Mana shu Bo'ston Chorvoq So'mbor atrofini olgan edi. Va shu joyda siz olishingiz kerak edi va bunda men ozgina qiyin bo'lgan. Ma'lumotim kam bo'lgani uchun keyingi yilda bu narsani yetkazib olib, ikkita uchta maqola bilan himoya qilgan. O'zi birinchi tajribalari bo'yicha mana hozirgi kunda o'zi ancha yildan beri biz shu loyihalar ilm-fan sohasidamiz. Bilasizmi, xuddi o'siz bilan bir 4-5 yildan beri birga faoliyat yuritamiz. Shu birinchi tajriba haqiqatan hozir O'zbekistonda qo'llanilyapti. Ya'ni loyihalarga ahamiyat bersangiz, ko'p loyihalarga ilmiy tadqiqot yo'nalishida xo'sh PhD bo'lsa yoki DS mutaxassislarni jalb qilib birgalikda loyihani amalga oshirish mexanizmi yo'lga qo'yildi. Biz mana shu Jahon bankini grantlar doirasida biz ilmiy tadqiqot muassasalariga tashrif buyurganimizda o'sha har bitta ilmiy tadqiqot instituti O'zbekistonda o'sha o'zini ichida qo'ygan faoliyatdan tashqari qilinayotgan loyihalar doirasida ko'rsatib berishdi. Biz ko'rib aylandik. Ya'ni tanishib chiqdik. Har bitta loyihaga o'sha doktorskiy qo'ygan, doktor DS qo'ygan mutaxassisi yoki magistr qo'ygan mutaxassisni jalb qo'yganda o'tirib ishlashyapti. Endi razrabotka qilyapti. Nimadir bir ilmiy ishlanma qilyapti. Bitta bir approbatsiyadan o'tkazyapti. Plus maqola yozyapti. Men o'shanda ko'rib, o'sha hozir aytayotgan gapingiz esimga tushdi. Значит, bizda bu narsa tatbiq qilyapti. Ya'ni imенно loyihalar doirasida, xalqaro loyiha bo'lsa, o'zimizni o'sha byudjetdan tashqari byudjet doirasida haligi amalga oshiradigan fundamental amaliy innovatsion loyihalar. Biz Muhitdin aka bilan biz mana 4-5 yildan beri qilamiz. Endi tinglovchilarimizga ham tanishtirib aytsak bo'ladi.
Muhiddin akani bizni jalb qilgan joyimiz o'sha 2020 21 yil 2021 yil English for Science, ya'ni olimlar uchun ingliz tili, ya'ni o'sha bizlarni o'zimizni mahalliy olimlarimizga, yosh olimlarimizga biz o'sha ingliz tilida bo'lgan bir naviklarni yanada bir rivojlantirish maqsadida bir dastur yo'lga qo'yganda biz siz bilan tanishganmiz. O'shanda men yana bir qiziqarli bir nimalardan bittasi, mana siz olimsiz, shu soha yo'nalishida ekologiya, shu atrof muhit, geologiya sohasida bo'lgansiz. O'zi umuman bizani hozirgi kunda bu sohadagi olimlar juda kam O'zbekistonda. Sizga nima sabab bo'lgan shu sohani, shu sohani o'xshab, shu sohani orqasidan bir ilm fan qilib, shu doktorlik darajasiga yetishingiz? O'zi bir qanaqadir bir torchuv yo'q, o'zingizni bir qanaqadir bir fikringiz bo'ladi-ku, bir qayerdan bu narsa kelib chiqqan o'zi sizda? Men bu savolingizga javob berishdan oldin ozgina orqaroqqa bolalik paytga agar qaytadigan bo'lsam, men o'zi 1984 yil Farg'ona viloyati Beshariq tumanida tug'ilganman. U eng chekka hudud deydi. Bizdan keyin o'sha Tojikiston bilan chegara hudud hisoblanadi. Shu Qo'qondan 30 kilometr uzoqlikda. Va shu joyda men birinchi menga plyus bo'lgan narsa, men ota-onam, meni kallalari ham shifokor. Ota-onam. Ana yoshligimda birinchi nima shifokor bo'lsam kerak degan, endi 9-sinfgacha orzu bo'lgan. Shu biologiya, kimyo fanlarini yaxshi o'qib va ota-onam meni yonimizda, uyimiz yonida o'zbek maktabi bor edi, 3-maktab. O'sha 1-sinf o'shda o'qiganman. 2-sinfda men bizni uyimizdan 4 kilometr uzoqlikda bitta rus maktabi bor edi, shu tumanimizda. Shu joyga berishgan. Mana shu qadam men uchun juda ham bir o'zgarish davri boshlangan deyman. O'sha joyda o'qiganim meni eng yaxshi bir fundamentim yoki asosim bo'lgan deyman. Tilni o'rganish yoki o'sha u yerdagi o'qituvchilar bilan birinchi o'zbek maktabida o'qigan o'qituvchilarni juda ham katta farqi bor edi. Ingliz tilini o'rganishimga bo'lgan sabab ham mana shu rus tilida bo'lganligi, tilni bilganim. Men aytaman, shu yoshligidan boshlab ikkita tilni agar gapirib ketgan bola bo'lsa, unga qo'shimcha yangi til o'rganish qiyin bo'lmaydi. Qiyin bo'lib, agar rus tili bo'lsa, rus tili bilan masalan ingliz tilini grammatikasi o'xshash osonroq o'rganadi va shu narsa meni bu yoqqa olib kelgan, Toshkentga kelganim. 9-sinfgacha vrach bo'lish orzusi bor edi. Lekin keyin meni amakim Samarqand geologiyada ishlashgan o'sha paytda, undan keyin shu Navoiy tog' metallurgiya kombinatida ishlashgan, boshqa yo'l bo'lib hozir nafaqadalar. O'sha kishini menga kelib o'sha ekspeditsiyasidan aytib bergan voqealari bor edi. U bitta holat, yana ikkinchi holat meni ona tog'imdan tog'alarim desam, ular geofizik, neft gaz sohasida o'sha ikkita odam amakilar bor edi. Mana shu ikkita odam menga bu sohaga ko'proq birinchi mentorlar. Ikkinchisi ularni mana voqealari ham bitta ularni keyin nima chiroyli kiyinib yurishlari yoki mashinalarda kelib mana nimasi bizni ekspeditsiyaga olib chiqadigan mashinamlar desa yoki boshqa desa, menga o'sha narsalar juda ham qiziq bo'lgan. Mana sohaga qiziqsam yoki neftiga yoki geologiya sohasiga qiziqib shunga borsam yaxshi ekan degan menda qiziqish, birinchi qiziqish o'shanda paydo bo'lgan. Xorijiy tilga ham qiziqib o'sha boshlang'ich maktabni o'zidan boshlanganda, chunki
hozir o'sha eslatib o'tgan English for Science dasturimizni o'zi ham sizni sohangizdagi mutaxassisni biz qidirganimizda sizga duch kelganmiz. Shu sohani mukammal bilgan va ingliz tilida bilgan mutaxassis qidirganmiz. Ya'ni shu soha yo'nalishida ingliz tilida dars bera oladigan. O'shaning uchun ham savol berganki, tilga bo'lgan bir qiziqishingiz ham o'sha paytda nasib bo'lgan. Boshlang'ich sinfda, to'g'rimi? Tilni ham mana ota-onam shu Andijon meditsina instituti tamomlashgan. Dadam, onam yaxshi bilishadi, ruschani, onam qiynalishgan shu paytda. Qiynalganim uchun bolalar ham qiynalmasin deb. Qiyin bo'lsa ham mana bizni uydan hozir men kelguncha ham o'ylab keldim. Qanaqa bo'lgan? Men ko'p o'ylayman. Shu uydan 4 kilometrcha chiqadi nafamiz. 9 yil va 90%ni piyoda borib kelganmiz. Men shunaqa 3 o'g'limiz, bitta qizimiz. Bizni o'sha Beshariq tumanida juda ham kuchli shamol, juda kuchli. Siyna bo'lgan uchinchimiz. Bu nozik bo'lgani uchun uni qo'rqib berishmagan, juda kuchli shamol bo'ladi. Ertalab yetib turib, chorbiz ichib, o'sha yerga borgancha bir 50 metrlik piyoda yo'lda edim. Sinema o'sha shamol uchib ketmasin degan maqsadda ham yonimizdagi o'zbek maktabga bergan. Keyin hozirgacha gapiradi, nima uchun meni bermagansiz? Meni borib kelardim. Ular singari yo'q, keyin bu yoqqa kelgandan keyin u ham o'rganib ketdi u narsa. Lekin mana yoshligingizdan boshlab u hozir ingliz tili bo'yicha dars beradi, repetitor o'qib til bo'yicha u ham yaxshi. Demoqchiman bo'lganim shu joydagi muhit ham yaxshi edi. Maktabdagi muhit biz matematika, ingliz tilida nimaga borardik, repetitorga. Shu narsa sekin-sekin to'planib bunday natijaga keltiradigan xayol u paytda bo'lmagan. Lekin maktabdan boshlangan ekan-da. Chunki men shu mana qachon kelgan Toshkentga 84-yilda tug'ilganimizda 2003-yil birinchi marta Toshkentga. 19 yoshimda birinchi marta Toshkentdan o'sha Pervoqdan o'tib birinchi kelganman. Bu tajribamda ko'rmagan narsangiz qanaqa sizga ta'sir bo'ladi. Men ko'p ota-onamga aytaman, "Voy, meni olib boringlar, men shu qishloqda yuraveraman" degan bo'ladi. Lekin agar Toshkentga borsam, bu o'sha yerda qolma, o'sha yerda yashab qolsam kerak degan fikr bo'lyapti. 3 o'g'il bitta qiz dedingiz-da mana. Kim katta farzand bo'ladi? Siz eng katta farzand. Sizdan keyin ikkita ukangiz bor, qizingiz. Ular qaysi soha vakillari hozirda? Va singlim u ham til bo'yicha yaxshi. Jahon tillarini xorijiy tillar bo'yicha mutaxassis. Xorijiy tillar, ingliz tili bo'yicha dars beradi. Va o'zi men qayoq qolgan joyim, o'zi ruschani birinchi kelganda yaxshi emas. Abituriyent bo'lib kelgan payti har doim shunaqa muammosi bor edi. Ustuli bilan qiyinchilik. Lekin ingliz tilini yaxshi o'qigan, ingliz tilini yaxshi biladi, hozir C1 manimcha darajasi ingliz tilisi. Koreys tilini, Xitoy tilini ham o'rgangan. Qo'shimcha. Koreys tilidan ham B2 sertifikat olganman. Bitta ukam sharqshunoslikda meditsinasi mandan keyingi bu tadbirkorlik yo'nalishida. Tadbirkor. Lekin hammamiz o'sha ruscha, inglizcha biladi qolgan ukamdan. Oilasida roziman, biz farzandlarimizga ham bu narsa juda ham yaxshi. Turmush ta'sir qiladi. Muhitga ham bog'liq deyman-da, hamda mana shu bosh farzandi muhiti men ko'p e'tibor beraman. Yoki eng kenja farzand shu ikkita oraliqqa o'rtasida hamdan taqqoslayman. Biz ham o'zbek milliy bir urf-odat nuqtai nazaridan boshlab baribir bosh farzandi muhiti, uni aurasi qolgan farzandlarga ham ta'siri bo'larkan-da baribir. To'g'ri. O'sha namuna sifatida. Chunki ukalar akadan o'rganishga harakat qilar ekan-da. Birinchi o'rinda o'zi otadan, onadan o'rganishga harakat qiladi.
Lekin farzand nuqtai nazaridan akadan bir namuna olishni bilarkanda. Mahallada muxlislar bilan ham gaplashganimizda sport qilaman. Men o'zim ideologiyamda endi farzand uchun ideal ota-ona bo'lish kerak-da o'zi. O'zi bundoq olib qarasa, eng to'g'ri pozitsiya farzand uchun ideal ota-ona bo'lish kerak. Siz nima deysiz shu narsaga? Ya'ni hozirgi yoshlardan so'rasangiz, sani idealing kim desangiz, sani kumiring kim desangiz, misol uchun qanaqadir san'atkorlik uchun mumkin, olimlik uchun mumkin, har xil soha vakillari uchun mumkin. Lekin o'zi aslida tegib tubi ideal ota-ona bo'lish kerak farzand uchun. Endi to'g'ri, ota-ona ham shunga soответствие qilib shaxsiy namuna sifatida o'zini bir qanaqadir o'rni bo'lish kerak, lekin o'sha ota-onadan, ya'ni men aytaman hadda o'g'il farzand katta bo'lsam, otamga o'xshagan mehribon, saxiy, aqlli va olijanob bo'lishim kerak deyish kerak. Uylansam, ayolim onamga o'xshagan mehribon, saxiy, farzandli, ya'ni o'sha hamma kriteriyalar aytgan sifatida. Qiz bola turmushga chiqsam, men turmush o'rtog'im otamga o'xshagan mard bo'lish kerak. Aqlli bo'lish kerak degan ma'noda endi. Buni ham bir ko'p nima deydi, tatbiq qilaman, ko'p diskussiyalarda shu narsani aytaman. Shu narsaga qanaqa qaraysiz? Men bu narsani aytardim. O'g'il bola yoki farzand ulg'aygan sari to'g'ri, masalan, siz balovatga kirgunizcha sizni atrofingizda asosan ota-onangiz bo'ladi. Bu siz ko'rgan bo'lishga boshqa sizning pasti bo'lmaydi hisoblanadi. Lekin menda qanday yoshingiz katta bo'lgan sari masalan bu narsa o'zgarishi ham mumkin. Ammo o'zimni nimamda aytaman. Ya'ni bu degani ota-onani chetga surib qo'yish emas. Lekin yana sizni mana hayotimga o'zgarishimga yoki mana shu yo'lga tushib olishimga sababchi bo'lgan bir nechta inson bilaman. Eng birinchi ota-onam albatta. Yana bitta narsa bor menga o'sha ustoz. Shu amakim Galdugedagi u kishi juda ham yaxshi tutib bergan, ya'ni shu joyga borib, shu yerda o'qishim. Yana bitta sababchi bo'lgan men uchun qadrli inson bor. Bu onamni ukalari tog'am shu Toshkentga yashashgan. Birinchi man kelib shuni qo'llariga tushganman. U kishi temir yo'l sohasida bir necha yillar ishlashgan. Hozir ham shu sohada ishlashadi. Ular ham meni Toshkentga 2003-yilda 19 yoshda olib kelgan bo'lsam, undan keyingi asosiy ustozim shu kishi bilan menga ko'rsatgan shu yordamlari, ko'rsatmalari yoki maslahatlari juda ham kuchli bo'lgan. Men bitta voqeani juda ham esimdan chiqarmayman. Har safar shu narsani eslayman. Onam meni dadalari, ular onam 4-sinf bo'lganlardan olama chiqqan. Tog'amlar ham kichik, onamning kattalari, ikkita tog'amlar, ular bilan ham kichik bo'lishgan. Keyin bir marta 2005-yil kammi ikkinchi kurs bo'lgan paytimda tug'ilgan kunlar bo'ldi. Shu paytda menda ishlashardi. Temurda tog'lar keldi. O'sha yerda xizmat qildik. Keyin qaytib kelaturganimizda men Damazga kelyapmiz, birga tog'am va onam kelishgan. Shu paytda o'sha paytda menga aytgan gaplar hozirgacha men esimdan chiqarmayman. Esim chiqmas ekan shunday qildim. Men bilan bitta yana bitta jiyanimiz ham keldi. Men politsiyga, o'sha Texnik universitetga ketganman, u milliga geologiyaga ikkalamiz ham sohamiz bir xil. Ikkalamiz bor edik. O'sha odam tog'am aytishgan, shunaqa jiyanlarim yaxshi o'qiydi. Agar meni otam tirik bo'lganda, men chet elda o'qirdim.
ikkaligini ham ota-onang bor. Chet elda o'qimasang, man sendan xafa bo'laman. deb o'sha payt aytgan. Stimul bergan. Ha. Menga bu narsa judayam kuchli ta'sir qilgan. Ha, man qilishim kerak, harakat qilishim. Juda man qishloqdan keldim. Bu yoqqa keldim, mana sharoit qilib berishganman, ayni shu o'qish uchun yoki man chiqib qayerdir ishlab yoki nima qilishim kerak emas. Ota-onam yoki bu yoqda tog'am va bu narsadan man to'g'ri foydalanishim kerak degan banda fikr bo'lgan. Va Xudoga shukr, bu narsa samarasini berdi. Tog'am bilan ko'rishganda shu narsani eslasak qiziqdi menga bu narsa juda ham o'chmas xotira bo'lib qolgan. Bitta savol tug'ildi mana. Biz ko'p ishlaymiz, mana olimlar bilan, aql ustozlar bilan, hamkasblar bor. Endi qaysidir ma'noda o'zimizdan boshlayapti. Masalan, tajriba orttiriladi, o'qiladi, chet elga boribdi. Keyin o'sha yerda qolib ketadi. Sizda qanaqadir shunaqa imkoniyat ham bo'lgan bo'lsa kerak. Mana siz O'zbekistonda hozir ishlaysiz. Sizda shu bo'lgan bo'lsa, qanaqa bo'lgan qolish? Masalan, mana Xitoyda biz bilamiz, Xitoyda ko'p ishlagansiz. Shunday Avstriyada masalan o'qigansiz. Yana qaysi davlatlarda hozir Hindiston. Hindistonda deysiz mana. O'sha yerda endi taklif qilishgan bo'lsa kerak, bizda ishday qoling. Qanaqadir shunaqa bo'lgan. Men shu o'qib yurgan paytimda shunaqa vaziyat bo'lgan. Men o'zim ketganman ishga. Farzandim ikkita qizim bor edi shu paytda. Ularni shu ota-onam bilan birga qoldirib, ular kichkina birga olib ketishga imkoniyat bo'lmagan, chunki viza olish juda qiyin, Avstriya Venaga ayniqsa. Moskva orqali borib juda men 6 oy vaqt ketgan o'zimga viza olishim uchun. Hamma narsa hujjatim bo'lgan paytda. Oilani chaqirib, oila bilan qilish u juda ham yana 4-5 barobar ko'p katta xarajat. Shu bitirish paytimda undan imkoniyat bo'ldi. Shu boya aytganingizdek qolish to'g'rilarim bor edi, u yerda do'stlarimiz. Agar imkon bo'lsa, qolsaning yaxshi edi. Birga ishlaymiz yoki. Men aytdim, bir oilani olib kelishim kerak. Ko'rsinlar oilalarni. Keyin ular shu yozgi kanikul bo'lgan paytdan unga mana olib bir oymi 2 oy turishdi. Senga viza bilan olib borganman, ko'ringlar. Sizlar nima deysiz? Ulardan olib ko'rib, o'g'lim tug'ilgan edi. Chaqaloq borib ko'ringlar. Agar menga yoqadi desanglar, o'ylab ko'rishimiz mumkin bu narsa. Men ayolim ham shu o'zimizni odiylik. Borgan bir oy turib, biz uzoq butunlay bu yoqda qolishimiz biroz qiyin edi. Keyin men nima uchun buni qilganman? Men qaytib kelgandan keyin u yoqda qolish mumkin edi-ku degan gap bo'lmasligi uchun. Ko'rikasizlar. Agar nima deysalar, agar sizlar bu narsaga rozi bo'lsanglar, balandingizni oqtarib ko'rishimiz mumkin. Yo'q, ayolim qaytaylik, ota-onamiz bor, ota-onasi bor, ukalarimiz bor. Biz mas'uliyatimiz baribir bu yerda ko'p. Yo'qqa borib olganimiz bilan baribir bitta yuragingizni bir qismi qoladi. Bemalol bo'lolmaysiz. Shuning uchun kelib kech tomondan bu yerda ham masalan kutayotganlar ko'p edi. Masalasi bo'yicha ham. Va hozirgi agar holatimdan kelib chiqib aytadigan bo'lsam, qaytib kelganimdan hozir afsuslanish shu paytgacha bo'lmadi. Bolalaringiz necha yosh bo'lgan? Biz qolamiz deyishmagan? Yo'q, ularga yoqqan, lekin baribir bir oy, 2 oy turgan bo'lsa ham uyga qaytaylik deb degan ularni. Hozir bular ba'zan boraylik, shu yerda o'rtoqlarimiz bor edi, ular bilan ko'rishmoq endi. Imkoniyat bo'lsa, yana bir turist sifatida borib kelish mumkin, lekin doimiy yashash baribir o'zbek odam uchun bu joyda ozgina qiyinroq. İngiliz tili mi? Nemis tilida? Nemis tili.
Mana ishlagansiz, o'qigansiz ko'p joylarda. O'zbekiston sharoitiga masalan men hamdardlik qilaman-da. Eng yaqin kelgan mana bizani O'zbekistonda o'sha institutlarga yoki laboratoriyalar, moddiy texnik tarafdan yoki kadriy salohiyat tarafdan eng yaqin kelgan hozir bizada shunaqa ilmiy tadqiqot instituti yoki bir universitet yoki bir shunaqa sentr bormi hozir bizada sizni bilishingiz bo'yicha? Otini balkim otini aytib ularni xafa qilib qo'yamiz. Masalan, shkalada aytishingiz mumkin. Masalan, bilmadim, Avstriyadagi o'sha yaxshi laboratoriyasi 10 ball bo'ladigan bo'lsa, bizada o'sha eng yaxshisi o'sha 10 ballar necha ballga to'g'ri keladi? Hozirgi vaqtga kelib, men o'sha birinchi 2019da kelgan paytimda institutga kelib ishlashni boshlagan paytimda, o'sha dotsent sifatida dars berish boshlaganimda o'sha holat bilan hozir 5 yil o'tgan bo'lsa, o'zimiz o'sha Milliy tadqiqot universitetini oladigan bo'lsak, u yerdagi o'zgarishlar juda katta. Chunki o'sha paytda mana Scopus bazasida ilmiy nashrlarda chop etadigan jurnal yoki professor yoki o'qituvchi professorlarimiz soni sanoqli. Hozirga keladigan bo'lsangiz, agar o'sha Milliy tadqiqot universitetini agar Scopus profilini ochadigan bo'lsangiz, mingdan oshib qoladi. Juda ko'p. Bu tomondan ham harakat boshlangan shu xalqaro universitetlar yoki xalqaro ilmiy markazlarga mos ilmiy tadqiqotlar olib borish. Yetib bordik emas, mana hozir Milliy universitet yoki Milliy tadqiqot universitetini agregatsiya oladigan bo'lsak, ular ham QS reytingiga yoki TH reytingiga ular ham kirib o'tgan 24-yil. Bu ham yaxshi yomon ko'rsatkich emas. U ko'rsatkichlar yaxshi ilmiy markazlarning ko'rsatkichi bilan teng bo'lsagina ular qo'shiladi. Mingtalikka kirdi, yana o'sha universitetlar qatoriga kirdi deb ayta olaman. Scopus haqida gapirdingiz. Bizani sevamiz, deydi. English for Science-da sonida bilan ishladik. Ancha siz qo'shdingiz. Sizni kuzatishingiz bo'yicha mana shu sifatli maqola chiqarishda nimadan o'zi boshlash kerak? Eng birinchi muammosi masalan olimlarni. Lekin unda hali tajriba yo'q. Unda masalan software yo'q. Ya'ni Scopus nimaligini biladi taxminan. U nimaga bog'liq o'sha haqiqatda sifatli maqola chiqarish nimadan o'zi boshlanadi? Ikkita, uchta masalan qadamni masalan aytib bersangiz-da. Bu fundament tushunarli baquvvat bo'lish uchun o'sha odamni Boshidagi eng asosiy kriteriyasi. Uchta aytamiz. Men aytgan bo'lardim. Hamma ham bu narsaga biz ba'zan doktoraturaga kiradiganlar bu narsani to'liq oxirigacha tushunmasdan turib kiradiganlar ko'p. Yoki kimdir domlasi menga kirdigan yoki boshqa, lekin unda unga u narsaga bo'lgan xohish yoki unga bo'lgan o'sha qiziqish yetarli darajada bo'lmasligi. Shuning uchun men maslahat berardim, agar magistraturani bitirib ular ozgina shu ilmga qiziqtiradigan bir dargohmi, ilmiy markazmi, ilmiy tadqiqot instituti ozgina shu joyda loyihada ishlab bo'lsa ham yoki qaysidir dars berib bo'lsa ham tajribasini oshirib keyin u narsani to'liq tushunib mana qiziqishim bu mana suv resurslari yoki tuproqlarning sho'rlanishi yoki eroziya jarayoni shu narsani mana bu narsani domlasi berib turib men buni qil deyish kerak emas. Domla qiziqishim mana bunda siz bilan shu temada ishlay olamizmi deb o'zi kelish kerak. Birinchi tajriba ekan-da baribir. Birinchi tajriba, ozgina tajriba olish kerak. Chunki mana shu eng tuproq sho'rlanishi, degradatsiya hozir ko'p shu sohadagi ilmiy tadqiqot muassasalarida balkim sizda ham bor, laboratoriya qanotli simulyatsion bir
laboratoriyalar ham mana tashkil qilinganda bu qiziq hamda. Ya'ni u narsani o'zi amaliyotda ko'rib turib, ha, mana endi mana shu soha bo'yicha ilm qilsam bo'ladi, desa bo'ladi yoki o'sha ma'noda. Magistraturani bir sohada bitirib, doktoraturaga umuman boshqa sohaga kiradiganlar agar juda ham yaxshi bo'lardi, o'sha sohasini boshqa joyga almashtirmasdan Davom ettirsa, magistratura ishini mukammallashtirib yoki kengaytirib, PhD mavzusini qo'ysa yaxshiroq. o'zi asli tegib o'zi shunaqa bo'lishi kerak. Hozir ko'p masalan ekonomikani yoki bir iqtisodni bitirib atrof muhitga keladiganlar shuni xohlasin. O'rmonchilikni bitirib suv resurslariga borib. Shunaqa moda ham bo'ldi shekilli, multidisciplinary social Yo'q, science agar o'sha bolani tili yaxshi bo'lsa, tilda ikkinchisi aslida til, birinchi tajriba, ikkinchisi ikkinchisi til aslida. Ya'ni agar xorijiy tilda tili yaxshi bo'lsa, tajribasi bo'lsa, bir o'sha magistratura davomida qanaqadir ilmiy maqola masalan konferensiyada magistraturada ikkita konferensiya maqola chiqarish kerak. Ozgina bo'lsa ham o'shancha kirganmi yo'qmi? Masalan, yo'q bo'lmasa shunaqa nimalar akademik writingga shu magistraturalarga ham yoki PhDlarga ham shu narsani sekin qo'yish kerak. Chunki masalan Avstriyada shu akademik writingni man shu fan qilib olib o'rgandim. Plus fan qilib olib keyin o'sha yosh professor yosh kattaroq odam bo'lgan, loyihalari ko'p band odam bo'lgan, unga juda har kun ko'risha olmasdi. Bu shogirdiga biriktirgan. O'sha shogirdi bilan ko'proq ishlagan. Ikkinchisi til. Masalan, faqat o'zbek tilini bilibgina PhD qilish hozirgi mana 21-asrda unda biz raqobatbardosh bo'la olmaymiz. U qilinadigan ishlarni masalan shu salmog'i o'sha topchada qolib ketadigan narsaga aylanib qolishi mumkin. Tilni masalan mayli inglizchani bilmasa, lekin o'zbek tilini yonida rus tilini masalan arab qo'llasini qo'llamasmi? Ingliz tili resurslaridan ko'ra bizda ruscha resurs ko'proq. Ruschani bilmagan, inglizchani bilmagan tadqiqotchi uni imkoniyati cheklangan. Unga siz ko'piz maqola yozira olmaysiz. Ming harakat qiling, ko'piz maqola yoza olmaysiz. birinchi tajriba, ikkinchisi til, uchinchisi shu IT bazasi bo'lishi kerak hozir. Ma'lumotlarni hozirgi evolyutsion davrda albatta uni masalan mana biologlar bor, ekologlar bor. Skopusda albatta siz faqat tekst bilan maqola qilamiz. Grafikasi bor, alfasi jadvali bor. Uni masalan kamida Excelni yaxshi bilmasa, kamida o'sha sohasi bo'yicha qanaqadir hozir mana GIS bilan remote sensing, GIS remote sensing, o'sha masofalar zo'rlar. Hozir hamma sohaga kirib keldi. Machine learning, mashinalar uchun. Bu narsani keyinga tapadi. Faqat shu narsani bilmagan odamni majburlab bu yoqqa tortib juda qiyin. Chunki mana borgan yoki qatnashgan hamma ham qila olmaydi. Qiyin ekan tashlab ketgan bo'ldi boshqa. Chunki bu bildi salohiyati bunga yetgan. Manimcha shu tajriba til ma'lumotlar bilan ishlash. Zo'r. Sizda hozir joyni aytdingiz-ku, bitta sohadan ikkinchi sohaga sakriydi magistradan PhDga. Endi sizda u darajadan emasmi? Menimcha endi men yaxshi tushunmasam kerak, balki siz masalan geologiyada boshlagansiz, PhD geologiyada bo'lgan, keyin doktor nauk biologiyaga. O'tda bir-biriga parallel tushadigan joylar, tushmaydigan joylar haqida nima qilib bering? Ajratib bering, o'zi nimada farq masalan? O'zi aslida qanaqa bo'ldi? Menda shu himoya qilish paytimda nimadagi Avstriyadagi PhD ham Natural Resources Life Sciences emas. Shifrdi, kodidi. Bu yoqqa kelganimda ham men o'yladim, o'sha kamida bir texnikaga tortilgan, texnikaga yo'nalishga yoki
geologiya, mineralogiya qilishim mumkin agar nostrifikatsiya qilganda. Keyin men nostrifikatsiyani chiqib so'ramadi. Men o'sha diplom bilan dotsent bo'lib ishlab ketdim. Doktoranturaga DS ga kirganimda ham men nostrifikatsiyani chiqib so'ramadi. Keyin o'sha himoyaga men DS ni himoya qilgan paytimda bu narsa ko'tarildi. Nostrifikatsiya. Men endi nostrifikatsiya qilib yurganimga yana bitta sabab agar xabarlar bor bularni 300talikka top 300talik kirgan vuzlarni PhD qilib kelganini avtomatik DS berish nimasi bor. Meniki 300dan 301 bo'lib qoldi-da. 301 301 ga tushdi. 301 400 oralig'ida bo'lib qoldi. Mayli o'sha ko'tarib qolsa, 300 ichiga kirib qolsa, men avtomatik DS notifikatsiya olaman degan bir yaxshi niyat bor edi. Qaradim, u narsa bo'lmadi. Keyin men endi baribir o'sha maqolalarimni to'plab, tasdiqlab, uni yoqlayman degan fikr bo'ldi. Yoqlaganimda ham mani ilmiy rahbarim Milliy universitetda o'sha biologiya fanlari doktori Nazaklarni Gafurov tuproqshunoslik yo'nalishi bo'yicha. Lekin mana biologiya fanlari doktori bo'lsa ham, lekin ixtisosligi atrof muhitni muhofaza qilish va tabiiy juz'larni haqida bo'lgan. Masalan, o'sha nimani oladigan bo'lsam, ilmiy darajam bo'lsa, ilmiy unvonimni oladigan bo'lsam, u yoki ekologiya yoki atrof muhitni osondir. Shu farqi. Men bu farqi juda nima emas. Bunaqa holatlar ko'p bo'lgan. Men boshida roza ikkilandim. Men biologiyaga nima aloqam yo'q. Albatta biologiya fanlari doktori bo'laman deb narsaga hayron bo'ldim. Men o'sha tuproqshunoslik bo'yicha ishlaydigan bitta tanish akamiz bor. Lekin men to'g'ri qilyapmanmi yo'q bir anaqa qilmayman, o'zlashta qilmayman, boshqa sovetda qilaymi desam, yo'q, men biologiya fanlari fan doktoriman, lekin o'zim tuproqshunosman. Uni nimasi yo'q. Bir xil nimasi, darajasi. Muammo emas bu narsa. Deyishganiga. Endi bitta men o'zim minus deb qarash kerakmi yoki yaxshilikmi? O'sha bizni geologiyadagi sovetlarga endi men biroz u sovetlarga kirishim ozgina bo'lishi mumkin. Sovetlar a'zosi bor. Lekin bu yoqdagi mana o'sha yer tuzish soveti bor. Tuproqshunoslik soveti bor. Atrof muhit bo'yicha sovet bor. Lekin bular bu uchtam sovetda men o'sha a'zosiman. Mana nechtasiga apparatlik qildim, yaqin 2-3 yil ichida. Lekin bu tomondan men yomon emas. Endi atrof muhit ekologiya to'g'risida gapiryapmiz. Mana endi muammoli taraflarini ham bir ko'raylik. Siz mutaxassis sifatida mana hozir ko'ryapsiz, xalqaro reytinglar bor. O'sha atrof muhitda ifloslanish havoni o'sha ifloslanish darajalari bo'yicha oxirgi payt ko'p ijtimoiy tarmoqlarda o'zi Toshkent shahrini juda ifloslanish darajasi eng baland cho'qqisiga chiqib turibdi. Bu sizni fikringiz, shu mutaxassis sifatida, olim sifatida sizni fikringiz bu nimaga bog'liq? Bu nimadan o'zi bu narsa kelib chiqyapti? Buni nima qilib oldini olsa bo'ladi? Men Avstriyada o'qib yurgan paytimda juda ko'p mana shunday narsalarni juda ko'p kuzatganman. Nima bizda masalan farq bu odamlarni dunyoqarashi yoki farqi fikrlashi. Ben ikkitami uchta shunaqa jihatlarga e'tibor berganman. Mana ularda Avstriyadagi rivojlanish, sanoat, iqtisodiyot rivojlanib boryapti. Men aytaman, sanoatni rivojlanishi ekologiyani yoki atrof muhitni nochor ahvolga keltirish orqali bo'lishi kerak emas. Degan mana misol uchun. Lozum deymi? Mana shu narsada. Men bu narsani ko'p shu Avstriyada bo'lganimda duch kelgan. Birinchi nima? Menga shok bo'lgan narsa ulardan uydan chiqadigan musor deymiz, yoki axlatini
shisha bo'ladi. Va bir shishani ham masalan har xil rangisi bor, oddiysi bor, rangsizi bor, alohida. Yoki bir bio musor alohida. Qog'ozingiz alohida. Mana shunaqa qilib ajratishni men ko'rib hayron bo'ldim. Birinchi shu. Ikkinchi marta bo'lgan narsa, shok bo'lgan narsa, biz bu yerdan ekologiya boshqarmasidan 2017-mi, 18-yilda bitta gruppa bu yerga borgan. Asl loyiha davrasida borishgan. Men o'sha yerda stajirovka qilib yurgandim. Ularni ekologiya boshqarmasi. Keyin shunaqa O'zbekistondan bitta gruppa kelyapti, san ham kelib yordam bersang bo'ladi. Tarjima uchun ularni yoq bu yoqqa olib boramiz, ko'rsatamiz, shunday. Keyin o'sha gruppa bilan biz nimaga kirdik? Men har doim shu misolni aytaman. Xuddi bizni Toshkent shahrimizni Oybek metrodagi Angels Food bozori, international nima bu, o'quv markazi. Ana shu joyda musor yoqadigan zavod turibdi, Vena. Tasodif paydo bo'lishi. Shunaqa rayonda eng markaz joyda, shu metrodan chiqasiz, metrodan chiqasiz, Oybekdan chiqdingizda musor yoqadigan zavod turibdi. Butun Venani zavodini butun Venadan chiqindini shu yerga olib kelib, shu yerdan yoqadi. Musor yoqib, musordan energiya oladi. Musor yoqish kerak. Keyin men hayratlantirgan, kirib ana joyni muzey qilib tashlagan. Muzey qilib alfornis qilgan. Har kuni u joyga bilmayman. Bir yilda 5 million odam keladi. Har bitta odam masalan 10 yevrodan to'la. 5 milliondan 10 yevrodan to'lasam, qancha? 50 million. U zavodda ham muzey ham tashkil qiladi. Muzey. Kelib siz ekskursiya qilib chiqib ketasiz. Hali joyda kirasiz, hamma narsa ko'rasiz. Musor tagidan havo beradi, musor yoqadi, energiya yoqadi. Kulini ham olib chiqadi. O'sha joydan o'sha chiqayotgan ugarini ko'rsangiz, o'sha mizer chiqanaqa nima yo'q. Shaharni ekologiyasiga ta'sir qiladigan nimasi minimal. Eng yaxshi filtrlarni joy-joyida qo'yadi. Ve onu kontrolü juda kuchli kontrol. Texnologiya nuqtai nazaridan Juda kuchli. Mana shu narsani men ko'rib, qanaqa mana shu narsa menga juda ta'sir qilgan narsa. Haqiqatan ham shu shaharni, davlatni toza havosini, toza hududni saqlab qolish uchun bular harakat qilishadi. Va yana bitta narsani men ko'rganim, mana Vena shahrini yana nimaga borganmiz, mana o'sha hokimiyatlar ichida shunaqa xizmatlar bor. Har bitta xizmatni magistrat qilib bo'lib qo'ygan. Viza ishlari bo'yicha bitta yo'nalish bor, suv bo'yicha bitta yo'nalish bor. Mana shu atrof muhitni muhofazasi bo'yicha ham bitta MA27 mi necha nomeri bor. Shular to'g'ri o'sha Venani nazorat qiladi. Avtobuslardan chiqayotgan o'sha gazlar yoki qaysi paytda, kunning qaysi paytida vibruslar shu chiqindilar yuqori. Buni kuzatadigan datchiklar qo'ygan. Mana o'sha Venani qoplab olish uchun o'shani necha 14 ta modulda. Lekin ular 2 barobar ko'p qo'yganki, mayli pul ketsa, lekin bizni kuzatuvimiz nimasi to'shni bo'lsin. Aniq biz kuzatuvlarni ma'lumotlar olaylik. Biz bilaylik, qayerdan chiqdi. Va shu joyda yana bitta narsa bor. Yevropa ittifoqiga kirgan davlatlarda shunaqa direktiva bor. Har bitta davlat o'zini hududidan chiqayotgan, masalan, sizni shom qaysi tomonga o'tsa, Slovakiyada deylik yoki Latviyada deylik, Latviyada hali o'sha Latviyaning mutaxassis bor edi. Ko'p qavatli uylarda ko'mir yoqish hali ham bor. Gaz nimasi ekan. Ko'mir yoqamiz biz. Agar shu ko'mirni chiqindisini havoga chiqib, agar boshqa qo'shni davlatga o'tadigan bo'lsa, chegarada datchiklar turibdi, sразу sizga nima beradi? Signal beradi. Sani hududingdan bizni hududga tutun kelyapti. Sразу nimasi qizil yonadi. Siz o'shani jarimasini to'lashingiz kerak.
Biz bemalol shashlik shu turibmiz. Bu narsani man ko'rib, man juda hayron qoldim. Qanaqa qilib ular o'sha havosini tozaligini o'sha yerda workshop bo'lgan utilizatsiya musorni chiqindini qanaqa qilib qayta ishlash va havoni tozaligi, air quality, havoni sifati bo'yicha. Mana shu ikkita yo'nalish bo'yicha biz bir haftalik seminar bo'ldi. Bolgariyani, Latviyani, Germaniyani, Avstriyani 4 ta davlatni biz misolida ko'rsatib berdik. Joylarga chiqib ko'rgan edik. Menga o'sha narsa juda esimda qolib ketgan. Endi o'zi Vena shahri kattaligi bo'yicha Toshkent shahri bilan solishtirganda qanaqa kattalik? Toshkentdan kichkina bo'lsa kerak. Hozir aniq masalasi esimda yo'q. Toshkentda kichkina bo'lishi kerak menimcha. Endi faqat atrof muhitga ekologiyaga ta'sir qiladigan shu chiqindini yoqishdan chiqadigan mana hozir Toshkentni misolida qanaqa holat? O'sha faqatgina chiqindini yonganidan keyin chiqadigan o'sha gazlari yoki mashinalar ishlatilmasdan chiqadiganlar bilan bunda yana nima faktorlar bor? O'zi ta'sir ko'rsatadigan. Ta'sir narsalar juda ko'p. Mana Toshkentni atrofidagi issiqxonalar bor. Pomidor bodring yetishtiradigan issiqxonalar bor. Gaz yetishmasligi sababli mana sovuqsa, ko'mir yoki bir kerak bo'lsa o'sha mashinalardan chiqqan rezinalarni ham yoqqan holatlar juda ko'p. O'shanga ham baribir katta ta'sir qiladi. Juda katta. Chunki ahamiyat bersangiz, mana Toshkentdan sal chetroqqa tog'li hududga chiqsangiz, ko'p joyda mana internet ijtimoiy tarmoqlarda ham ko'rsatyapti, o'sha qanaqadir bir qoplam, qanaqadir sloykani ko'rsatadi. Shunga hayron bo'laman. Men o'zim ham ko'zim bilan ko'rdim. O'sha Amrisoy hududiga chiqqanimizda o'sha past qoplamni mana shunaqa bitta bulut. Shunaqa bulut internetda emas, o'zim ko'zim bilan ko'rdim, hayron qoldim shunga. Men o'ylaganimki, endi dengiz sathidan Chimyon hududlari baland bo'lgani hisobiga balkim shunaqa bir haligi nima deydi, bulut pastga joylashgani uchun shunaqa ko'rinadi deb o'yladim, lekin yo'q. Mutaxassis dediki, haqiqiy o'sha qoplam. Ya'ni o'sha qoplam o'shani ushlab turibdi Toshkent shahri atrofida. Shuning uchun boyga aytgan narsa. Endi xalqaro sanoatni rivojlantirishni ekologiyani buzish orqali erish kerak emas. Ikkala tomonni ham balansda ushlashimiz kerak. Uni ham qilish mumkin, o'sha joyda qilish mumkin. Mana u ozgina sarf ketadi. Mana filtrlar qimmat turadi. Bizga nima uchun? Chunki filtrlar qimmatligi uchun uni sotib olmasdan turib fikrimizda filtrga arzon filtrlar bilan, lekin baribir atmosferaga chiqib ketyapti gazlar. Katta Olmaliq metallurgiyamiz shunga o'xshagan katta nimalar, u yoqdan chiqadigan vibruslar u oddiy ugarniy gaz emasdi. Lekin u joydan chiqadigan narsa, u juda og'ir metallar bor yo'qda. U inson uchun yoki atrofimiz uchun, ekosistema uchun juda ham zarar. Men yana bitta duch kelgan vaziyatni aytmoqchiman shu joyda. Boyagi Avstriyadagi holatni aytdim. Qanchalik musul chiqindidan yoqadigan zavodni atrof-muhitga o'sha Venaga ta'siri minimal ta'sir. Yo'q degan. Yana bitta men duch kelgan narsa, men bu narsani ko'rib haligacha achinam, balki shu videomiz orqali kim eshitmagan bo'lsa, bilmagan bo'lsa, ko'rmagan bo'lsa ta'kidlar. Biz o'zimizda men shu Besharif tumanida, Farg'onalar Besharif tumanida Raqqon degan qishloq bor. Shu joyda ularning tepasida Adirlik yerlari va shuni aholisi tomonidan yana O'zbekiston tumani bor, Bo'xchilik qishloq bor. Adirlik joylarni toshloq joylarni. Bu joylarni o'sha joyni odamlari bog' qilib kelishdi. Bu Raqqon tumani tomonga Adirlik bog' qilib
ketishyapti. Ya'ni bog' tashkil qiling. Bog' tashkil. Ular bu tomon bu tomon qarab. U yerda o'rik, shaftolini Rossiyaga eksport qilishadi. Har o'rtoqlarim, tanishlarim bor. Har yil boramiz. Juda ma'lumot bir professorimiz keldi Xitoydan. Xitoydan keldi, men endi gullagan payt. Mana nimaga qanaqadir Rishtonni choynaklari, nimalari menga qiziqarli dedim, men bo'pti, men sizni olib boraman. Dedimda, men uyimizga olib bordim, ota-onamni tanishtirdim. Ko'rib, o'tirib, ozgina gaplashib, keyin bunaqasi o'sha aytib turgan joylarimdan bordik. Endi gullar chiroyli bo'lib turgan holati. Ko'rib hayron bo'ldim. Shunaqa joylarni obod qilib boqtirgan. Masalan, ko'rsangiz hech narsa o'smaydi deb o'ylaysiz. Lekin faqat o'sha daraxt ekish mumkin bo'lgan joyni chuqur qilib, o'sha joyga yaxshi unumli tuproq olib keladi. O'sha ekan. Yerosti suvdan qazib sug'oradi, bir necha yil o'tib o'sha joy bog'ga aylanib ketadi. Agar yo'lingiz tushsa borib ko'rsangiz hayron qolasiz. Darsdan kelib turib, Toshdan kelib, keyin bog'ga ketib ketasiz. U shu odamlarni o'sha joydagi dehqon odamlarni xizmat. U joyga siz masalan suv keldimi, suv o'zi bilan tuproq olib keladi. Toshlarni ham tuproq ko'mgan. Mana shuncha qatlam tuproq o'n besat. U joyda masalan har doim molini olib kelib molini qo'yadi, masalan u pichan oladi yoki o't oladi. Bog'dan tashqari. Undan qancha siz mana atrof muhitga qancha foyda. Shunaqa. O'sha joyga anaqa qilish nima joy bo'lgani uchun, dasht zona bo'lgani uchun ozgina bu yoqqa o'ngroqqa kelib yursangiz, o'sha Tojikiston bilan chegaramiz bor. O'sha joyda xitoyliklar ikkita katta nima qo'ygan. Sement zavod qo'ygan. Va o'sha sement zavoddan chiqayotgan gazlar yoki o'sha chang ko'radiganingiz keyin chuldamlarga boradigan ishlar. Barglarning ustiga changli nimasi to'kiladi. Barglari oppoq bo'lib qoladi. Chang o'tiradi. Sement zavodda turadigan changi. Lekin u narsa agar nima agar bu narsaga shu sement zavodlarga bir filtr ishlatsa mana qo'ymasa, talabni qo'ymasa, o'sha atrofdagi necha gektar bog', o'rik, shaftoli, gilos, qulupnay juda katta o'sha vodiyning ta'minlaydigan kerak Rossiyaga eksport qiladigan yaxshi bir klaster u joy. U bog'larni qurib yana o'sha cho'lga yoki dashtga aylanib qolish hech kelmaydi. Keyingi 10 yilliklar masalan o'sha joy mana hozir men doim boraman. Yilda 2 marta borib boraman, shu narsani ko'rib o'sha ba'zi daraxtlarning o'sha qurish etapiga yaqin kelgan holatlarni ham ko'rdim. Kimyada baribir, to'g'ri. Bu faqat chang emas. Unchida qancha og'ir metallar bor, sizni katta daraxtingizni ham qurtib Mana nafaqat menimcha u ekologiyaga, daraxtga, bu odamlarga ham zarar joyi ko'p. Odamlarga urmaydi, u odamlar lekin tabiatdagi holat. Bevosita o'simliklarga ta'sir qiladimi yoki bu qanaqadir tuproqni shu degradatsiyasi o'zgarishi bilan bog'liq bo'ladi? Chiqayotgan shu gazlar nimalar? Hozir biz havoga ta'sir qilishini gaplashdik-ku. Sanoatdagi nimalar gazi. U tuproqni o'zgarishiga, yomonlashishiga nima u ta'sir bo'ladi? Qanaqa bo'ladi? Yo'q, tuproqqa emas. Tuproq masalan siz u nimaga o'tirib daraxtlarga, o'simliklarga. Daraxtlarga o'zi u og'ir metal. O'zi qutishni boshlaydi. Zaharli metal. U siz masalan yomg'ir bilan aralashadi, yomg'ir yog'adi yoki namda aralashib, u sizni daraxtingizni hujayralarni o'zini so'rishga, chiritishga odam bilan nafas oladi. Bu yomon. Bu yashil iqtisodiyotda yashil mana provoz juda ham bu narsaga e'tibor beryapti. Ekologiyaga ham uni ham balkim yaxshi tarafi bordir. Mana hozir avtomobil
yo'nalishda avtomobil ishlab chiqarishda o'sha gazlarni chiqishi boshqa. Lekin mana elektromobil hozir qanaqadir evolyutsiya kelyapti. Ayniqsa O'zbekistonda, mana butun dunyoda elektromobilga bo'lgan ehtiyoj keskin oshib boryapti. Bu nimaga olib keladi? Bu nima yana bir minus taraflari bor. Keyinchalik biz yana e'tibor berishimiz kerak bo'lgan bir qaysi jihatlari bor? Siz olim sifatida bizga tavsiya bera olasiz. Ya'ni o'sha elektromobil yo'nalishida hozirgi kundagi bir evolyutsiya. Rahmat, yaxshi savol bo'ldi. Mani fikrim, men hozir oxirgi yillardagi tendensiyani ko'radigan bo'lsangiz, quyosh energiyasi, solar energy yoki o'sha muqobil energiya yoki shamol stansiyalari deymiz. Uchinchisi bu o'sha elektromobil. Mana shu uchta yashil iqtisodiyotga bevosita ta'siri bor bo'lgan mana shu uchta narsani ko'radigan bo'lsak. To'g'ri, bu ancha iqtisodiy tomondan yaxshi. Lekin bu narsani biz keyin paydo bo'lishi mumkin bo'lgan oqibatlarni ham o'ylash. Qanaqa qilib, masalan, o'sha quyosh panellari muddati tugagandan keyin uni utilizatsiyaga qayta ishlashga masalan biz qanchalik tayyormiz? Chunki hozir quyosh panellari juda ham ko'p o'rnatilyapti. Shamol stansiyalari juda hali ko'p bo'lmasa, lekin uni men o'sha Samarqandda ham bir dars berdim. Samarqand yerlarda bitta tayanch doktorantni mavzu shundayki, men eshitib hayron bo'ldim. O'sha quyosh panellarini qayta ishlash bo'yicha ilmiy tadqiqot qo'ygan. Chunki bu yaqin 4-5 yil ichida bu narsa paydo bo'ladi. Duch kelamiz. Bu narsa paydo bo'ladi. Undan keyin keyingi 5 yillikda yoki keyingi 10 yillikda masalan elektromobillarni ham shu batareyasi eskiradi, uni almashtirishga to'g'ri keladi yoki boshqa. Bir joyda ko'rdim, mana qanaqa Xitoylarda chiqqan adam nimali elektrosamokatni nima bir qabriston bo'lib yotibdi. Mana hech kim bilan qilmaydi, tashlab ketgan. Zanglab, laqabroq. O'sha narsa ertaga yoqqa ham kelmaydi degan kafolati yo'q. Shuning uchun bu narsani ham biz o'ylashimiz kerak. Qanchalik biz bu narsaga tayyormiz. Yoki bunaqa texnologiya bormi yoki kim bilan biz hamkorlik qilishimiz kerak, bu narsani qayta ishlash bo'yicha. Biza bir yaqinda ionoplazma ilmiy tadqiqot institutiga borganimizda Nurgul bor dizmanchi. Batareya bilan. O'sha imенно o'sha elektromobilni batareyalar to'g'risida ham savollar berdik. Bu loyiha doirasida bir tashrif buyurganimizda olimlar ko'rsatishdi, mana oddiy hozirgi kundagi BYD avtomobilni batareyasini olib kelib ko'rsatishgan. O'sha ichini полный так kesib, o'sha 5-6 qavatga bo'lib qo'ysa, yuzi chatlashyapti. Nima sababdan batareya ishdan chiqqan? Uni ichidagi hamma faktorlarni o'ylab chiqishadi. Keyin ijtimoiy shunaqa utilizatsiya masalasi juda ko'p hozir aktual bo'lyapti. U qanaqa bo'ladi O'zbekistonda? Keyin deganda ular oddiy holatda, bu yerda hech qanaqa muammo yo'q. Mana qatlamni ko'ryapsiz. O'sha mis bor, alyumin bor. Keyin 5-6 ta bir o'sha kimik nimalarni yetdi. Bu tuproq ichidagi narsalar. Buni alohida ajralib ketadi, ajratib olinadi. Misga ajratib olinadi, kerak bo'lsa o'sha alyuminga o'sha qolgan shu tuproq bilan birlashib ketadigan narsa mana shu bo'ladi. Unaqa bu yerda katta muammo ko'rmayapmiz. Bu yerda muammo yo'q. Bu boshqa tema deb angina fikr bildirishdi jarayon. Menga ichiga kirib o'rgacha biz nima qilmadik-ku? Umumiy savol berganda, ko'rganda haqiqatan o'zim ko'zim bilan ko'rdim. O'sha batareyani qatlam kesib ko'rsatib qo'ygan. Haqiqatan ayta ortiqcha narsa yo'q. Yo'q, endi bu narsa qanaqa
Yevropalarda Amerikada Ya'ni uni ishlatish mumkin demoqchiman. Qayta ishlash mumkin. bor, hamma narsani qayta ishlatish mumkin. Aslida olsa. Plastikni ham, Uni qat'iy yo'qotamiz. shishani ham, Ertaga qog'ozni ham. 20 yildan keyin, 10 yildan keyin elektromobil rivojlanyapti, quyosh paneli rivojlanyapti. Bular hammasini olib keyin qayerga borasan, qayerga yo'qotasan, keyin nima qilasan degan bir umumiy global muammo bor-da hozir O'zbekistonda, butun dunyoda. Ayniqsa O'zbekistonda. Lekin agar buni haligi mutaxassis sifatida ichiga kirsangiz, shu o'zim ham ko'rdim. Shu mutaxassislar tushuntirib beryapti. Uni ajratish imkoni hech qanaqa muammo yo'q deydi. Ajratib olamiz. Uni ajratish imkoni bordir. Endi balkim qanaqadir zavod, fabrikalar qurish kerak bo'ladi. O'sha tizim baribir ishlash kerak. O'sha narsani bir ajratib bera oladigan zavod, fabrikalar tashkil qilish kerak bo'lsa kerak. To'g'rimi? Tizim bu narsani man aytgan narsam man boyaga aytmoqchi bo'lgan Yevropani agar magazinlariga supermarketlarga kirgan desangiz u yerda oddiy biz batareyka ishlatilgan batareykalarni tashlaydigan joy bor maxsus. Olib kelib o'shga tashlaydi. Bizda masalan biror joyda mahal ko'rmaganman o'sha batareykani shu muzor bilan kartoshkani burchog'i bilan aralashtirib tashlab yuboramiz. Masalan, lekin uning ichida qancha toksik elementlar. To'g'ri. Mana shu o'sha tizim bo'lishi kerak. Alohida qog'ozni ishlab chiqarish, qayta ishlash haqida mana uni agar o'sha tizim bo'lsa, uni muammo yo'q. Uni mislga yoki bir boshqa metallga qilib ajratib bo'lib Nima taklif bera olasiz shu tizimni misol uchun yo'lga qo'yish mana hozir? eng asosiysi man o'ylab turgan narsa eng asosiysi buni kerak bo'lsa bog'chadan boshlab mana shu Bolalikdan. mentalitetni sekin shakllantirish. Nima o'zi? Tabiatga biz qanaqa ta'sir ko'rsatishimiz mumkin yoki qanaqa ta'sir ko'rsatyapmiz. Bu mana shu narsada, mana shu narsani shu yosh bolalikdan bu narsani tatbiq qilinsa, man o'g'lim nimaga boradi? Shaxsiy maktabga boradi. Xususiy maktabga. Bu joyda ularni Hindistonlikda nima ochgan oila juda ham yaxshi. Atmosferasi shu maktabni tabiatga do'st qilib, hali bolalarni tarbiya qilib. Shu fanni ham o'rgan. Alohida science fani bor. Alohida science fani bor. Nima qilishingiz kerak? Yoki mana bu healthy food, unhealthy food nima? Biz ular yozadi, chizadi. Man hayron qolaman. Ba'zan kitoblarni o'qiysiz, uni narsasini kerak bo'lsa, biz doktorlarimiz bilmaydigan narsalarni kerak bo'lsa. Shuning uchun aytamanki, mana shu yoshligidan boshlab shu mentalitetni agar shakllantirilmasa, qolaganman. Man Hindistonga borganmiz, man transport borganman, man hayron qoldim. Yaxshi bir toza institutni kampus. Bolalar bor, ana chips bor o'sha paytda. Chips oladi yeb, chips kultura paketi. Tasavvur, man hayron qoldim. Mana o'rna bor, shu qilmay tashlamaysan. Yo'q. Butun Hindiston musulxonada katta bir musulxonada yoki Bangladesh o'rtoqlarimiz ham bor edi. Mana shu fikrida narsa yo'q-da. Tozalaydigan odamlar u tozalasin. Yo bo'lmasa yana bitta narsani ko'rganim, bitta hayron qolibdi. Ana hindu o'rtog'im. Bir kun noni bor, chapati noni. Nonni yeb, qo'lidan tushib ketib qoldi. Uni olmagan hali nonni. Bir tepib ketgan deyishki, o'tib ketdi. Nonni tushirib yubordi, olmagan. Yo'q, ham supuradigan deb supurib yubordi. Yana xuddi o'sha bola Bakayım mı? Cho'ntagidan 5 rupiymi? Azmay chaqa 5 rupiy puli tushib ketdi. Mana egilib olib, mana o'pib ko'ziga surtib yana to'q qo'ygan.
keyin man hayronman qanchalik o'sha mentalitetni xalqni mentalitetini qanchalik ta'sir o'sha yoshlikdan boshlab agar o'rgatilmasa shu narsani har bitta oila bunga mas'ul. Shuni bermasa katta bo'lib u mani uyim emas u. Ko'chaga chiqib ariqqa tashlab o'sha mentalitet, madaniyat, supuruvchilar bor, ketib supurib ketadi. O'sha narsa sekin o'sib bu juda katta narsa. Mana nimada chiqqanimda, Chorvoq tomonga chiqqanimizda odam qadam yetgan joy borki, u joyda musor. Shunaqa. Biz borsak, bolalarimiz bilan Piknik, poxod qilaman desangiz shunaqa dala qirlik joylarida hamma yoq bakalashga musor shunaqa. uchta oila boradigan bo'lsak, biz ularga aytaman. Man musul bo'lgan, taklashki bor, temir idishlar bor. Va birinchi tozalaymiz, paketlarga solamiz. O'zimiz olib ketamiz. Musul tashlaydigan joy ham yo'q. Endi paketlarga solib, mashina orqasiga solamiz, keyin o'zimiz bilan olib kelib birga olib ketamiz. Bo'lmasa qoladi, yo'qsa ertaga nimadir bo'lsa bajar bo'ladi. Yong'in chiqadi, bu katta yong'in bo'lishi arzimagan narsa. o'zi bizada maktab bog'chalarda shu ekologiya atrof-muhit bo'yicha fanlar bormi o'zi o'qitiladimi? Boshlang'ich sinfdan hozir endi tabiiy fanlar degan fan qo'shilgan. Ha. Navbatdagi yoki tabiiy fan. U boshlang'ich sinfdan emas menimcha-da. Yo'q. Nechinchi sinfdan? Esimda yo'q. 4-sinfdan, men 5-sinfdan. tabiiy fanlar biz boshladik. Mana bog'chalarga ham haqiqatan zo'r taklif. Mana hozir siz aytdingiz, o'sha xalqaro o'sha частный maktabga bolalaringiz boradi. Ya'ni hozir bizda O'zbekistonda o'sha xususiy bog'chalar, xususiy maktablar haqiqatan juda ko'p. Ayniqsa xususiy bog'chalar, davlat bog'chalar. Mana ularga ham tadbiq qilish imkoni bor ekanda, значит. Mana shu ekologiya bo'yicha baribir bog'chadan o'zi haqiqatan buni ko'pchilik aytadi, o'zi tarbiyani tegi uydan bo'ladi. Keyin o'sha bog'cha, maktab, o'sha universitet, keyin shu bilan keyin tarbiya. Men o'zim misol uchun o'zim misolimda men mashinada yursak ham bolalarim bilan misol uchun musorni oddiy chek bo'lsin, mana chek olamiz, to'g'rimi? Yoki konfet juvashgan qog'oz bo'ladi. Mashinadan tashlattirmayman. Oynadan uloqtirib turmayman. Yana men aytaman yer deyman, men qo'y deyman, keyin yig'ilgandan keyin taqib keyin o'zib tashlayman. Men Xudoga shukr, men misol uchun shuncha farzandim bo'lsa, shu narsa haligi tatbiq qilindi, tashlashmaydi. Zero waste'ga hamma boshqa davlatlar ham bu tajriba maydonchasi qilib qasr qishloqni yoki qaysidir hududni kichkinagina odamlar yashayotgan jamiyatda bu narsani tajriba qilib ko'rishadi. Bu narsa uchun ham aytyapman, eng kichkina shu boladan eng qari insongacha bu narsa bilan yashash kerak. Shu yo'q, mana shu qishlog'imni, mana shu shaharni men toza saqlayman. Tozaligi uchun men mas'ulman degan narsa kelmaguncha bu narsa o'zgarmaydi. Biz Germaniyada bitta qishlog'ga borgandik. Uni ham xuddi muzeydek qilgan. Hamma kelib o'sha yerdan ko'rib ketadi. Hali joyda o'zini elektr energiyasi bor, o'zini gazi bor. Hech qanaqa u tarmoqqa sotadi, gazini ham, elektrini ham. Shu biogaz olish uskunasi bor. Elektr uchun o'sha quyosh energiyasi yoki shamol energiyasidan foydalanib butun qishloqqa yetadigan energiyada bor va uni qolganini o'sha umumiy tarmoqqa sotadi. Mana shuni namunaviy qishloqcha qilib Germaniyada shunaqa bor. Qaysi joydagi hozir aniq esimda qolmadi. O'sha yerga borgan. O'tga ham borib, hamma turistlar nima bilan keladi, avtobuslar bilan kelib ko'rsatadi. Bu joyda biogazni bunaqa olamiz, mana bu joyda quyosh panellarimiz bu yoqda turibdi, shamol energiyasini oladigan maydonlar bor maxsus. O'sha joyni bir tajriba uchastkasi. Yoki o'sha Yaponiyani aytadigan bo'lsak ham, bu qishloqchasi shu zero waste uchun necha yildan beri ularning faoliyatini boshlagan.
Ya'ni bu narsani namuna qilib olsa juda ham yaxshi bo'ladi. O'zbekistonda ham shu zero waste qishloqlar, zero waste shaharlar paydo bo'lsa, bu juda ham foydali bo'ladi. Endi biz bolalar mana haqida gapirdik. Xususiy maktablarda o'qitishadi, o'rgatishadi, ko'rsatishadi. Endi baribir ko'chaga chiqqandan keyin ham amalda o'rtoqlarni ko'radi, boshqalarni oladi. Qanchalik bu foyda beradi, ta'sir bo'ladi o'ziga nima ham borda endi qaysidir ma'noda. Uydan boshlandingiz-ku. Uydan boshlash kerak hammasi. O'rgatish. Siz sohangiz bo'yicha taxminlarga o'yindan keyin qanaqa ko'ryapsiz? Mana siz hozir bunday faoliyat qilayotgan sohani 10 yildan keyin taxmin. O'zbekistondami yo'q? Birinchi O'zbekistonda. Umuman dunyoda. Xitoyda yaqinda tadqiqot qildim. Wi-Fi dastur bo'yicha. Shu joyda borgan paytimda bir magistr talabi menga yozgan maqolasini olib keldi. Ajoyib mavzusini ko'rsangiz ajoyib. Men shu qanaqa yozilganini tekshirib bering, shu kommentariy yozib bering dedi. Sizni ham qo'shib qaramiz. Ingliz tili yaxshi emasligi, shuni ko'rib bering. Haligini maqolaning mavzusi tog'li hududda qor qoplami bor. Qor qoplamidagi mavjud bo'lgan zararlar endi mana daraxtni nima quritadi. Cho'l zonasidan shamol ko'tarib uchirgan zarralar borib o'sha muzlikka yoki qor qoplamiga borib o'tiradi. Va o'shani tarkibiga ko'ra qaysi tarkibli chang u muzlikni yoki qorni tezroq erishiga sabab bo'lyapti degan mavzuda bir maqola. Qiziq. Juda mavzuda shunday tadqiqotlar bor. Orolni qurgan tubidan ko'tarilgan changlar kelgusi Alp tog'lari katta, Orol katta. O'sha yerga borib cho'kkan anaqalar bor. Masalan, izlanishlar bor. Tarkib shu qanchalik bu narsani 100% bormi yo'qmi emas. Shamolni yo'nalishi tomonga uchirishi qanchalik o'sha juda ham mayda zarar ko'z bilan ko'rib bo'lmagan hozir. Men ko'z bilan ko'raman, lekin ana PM2 deymiz. U narsa juda ham inson uchun juda zararli aslida. Shu narsadan nafas olyapmiz. Biz juda ham yashil iqtisodiyot haqida ko'p gapiryapmiz yoki qayta tiklanuvchi manbalar haqida ko'p gapiryapmiz. Bu narsani haqida biz bitta ekologiya vazirligi yoki ekopartiyani ishi emasdir. Bu narsaga butun o'sha hamjamiyat birgalikda kirishmasa bu bo'lmaydi. Masalan siz men birinchi nimada kelganda hozir yaxshi bo'ldi. Men kirganimda Milliy tadqiqot universiteti suv haqida suv haqida dars o'tadigan oliylar yo'q. Va o'sha joydagi har bitta inson suvni tejash uchun eng mas'ul insonlar bo'lishi kerak. Agar siz suv haqida yoki ekologiya haqida dars beryapsiz, lekin uyingizda bu narsani tatbiq qilmaysiz. Kranni qolaganizcha ochib, qolaganizcha suvingizni oqizib o'tasiz. Men bolalarga har doim aytaman, iltimos qizlar, mana idish yuvganda ham ozgina kam ochinglar. Men o'sha katta bo'lgan joyimda biz har kuni nimadan borib suv toshib, uyimizda suv yo'q. Aravaga flagarani qo'yib borib suv olib keladi. Mana u necha ko'chat. Men bu yoqqa kelganimcha men o'sha suv toshigan. Suv tugadi, xodim borib suv olib ketsa, men bir qiyin ishlardan biri edi. Oson emas edi. Ko'p 3-4 ta idishlarni qo'yib borib suv olib keladi. O'sha narsani biz ko'rganmiz, suv bu tuganmas
manba emas. Asl. Shuning uchun iltimos buni hisob qilinglar, bekor qo'ying. Bizning bolalar ham tishini yuvadi, kremni ochib qo'yadi. Uni yopib qo'y deydi. Hozir bor, lekin bu tugasinmi? Shunaqa Tuganmas manba emas. ijtimoiy roliklar ham qilishib shu situatsiyadan juda anaga qo'rqinchli xavf haligi ko'rsatadigan. Juda kichkina foiz, ichimlik suvi o'zi qancha foiz tashkil qiladi? 1%. 1%. 1% ichimlik suvi. Uni ham bu bizda muzliklar berib orqaga qarab regressiya ketyapti. Muzlik kamaydi, muzlik yo'qoldi degani ichimlik suv manbasi tugadi. O'sha suv, o'shalar muzlik erib yer ostiga infiltratsiya bo'lib, o'sha yer osti suvlari zaxirasini qo'shadi. Agar bu bo'lmasa, qiyin narsa bu. Yo'q, buni yomg'ir bo'lib yog'adigan bo'lsa, o'sha yog'ingiz tez tushib ketadi. Muzlik bo'lib to'planib, o'sha qor yog'ishi kerak. Muzliklarga yana massa qo'shilishi uchun. Qor sekin o'sha muzlikka aylanadi. O'sha joyda turadi. Keyin issiq maydon boshlab deylik, erish boshlab, shu yer osti suviga shuni mana qo'shadi. Zapasni qo'shadi. Agar u joyda bo'g bo'lsa, sekin zaxira pasayadi. Shuning uchun hozir mana Geologiya vazirligida ham bor, suv xo'jaligi vazirligida ham mana yer osti suvlari zaxiralarini juda ham ehtiyotkorlik bilan ishlatish bo'yicha. Hamma o'z oshiqchalik bilan quduq qazmoqchilik ishlatish bo'yicha, normativlar ishlab chiqish bo'yicha juda qonuniy hujjatlar ishlab chiqilyapti. Bu juda ham jiddiy narsa. Avstriyada bo'lgan paytda ham biz bemalol o'sha krandan oqadigan suvni biz bemalol ichamiz. Chunki u juda ham o'sha eng toza suvlardan biri hisoblanadi o'sha Avstriya suvi. Ular ham bizda bor, bizda yetadi. Keyingi 200-300 yilga yetadi degan zapas bo'lsa ham, hali odamlar juda ham ehtiyot qilib ishlatadi. Sen yetadi, umring bo'yicha yetadi. Bizda odamlarning mentaliteti bugungi bor. Deganlar biz. Umuman rahmat, baraka toping. Juda ham hali mavzular ko'p. Endi yoshlarga nima bir qanaqadir murojaatingiz bor? Ya'ni mutaxassis sifatida hozirgi bizani o'sha iqlim muammolaridan kelib chiqib, hozirgi kundagi aktual muammolardan kelib chiqib, mana yoshlarni ilm fanga bo'lgan qiziqishini uyg'otish nuqtai nazaridan bir yoshlarga bir qanaqa bir stimul, qanaqa bir motivatsiya, qanaqa bir murojaat qilishingiz mumkin. Mana bizni o'qishga kirganman, 2003-yilda kirgan bo'lsam, u paytda atrof muhit, ekologiya yoki geologiya sohalari nisbatan pastroq darajada turardi. Moliya, iqtisod, diplomatiyaga ko'ra. Ko'proq odamlar bunga boradi. Birinchi kirganni to'g'ri qildimmi, qat'iy kirdim degan fikr ham yo'q bo'lmagan, bu bo'lgan. Lekin agar hozirgi mana shuncha 2003-20 yil o'tdimi, lekin hozir mana tabiiy fanlar, atrof muhit, ekologiya hozir eng dunyo bo'yicha ham top yo'nalishlardan biri yagan. Shuning uchun men yoshlarga aytardim, bu tabiiy fanlar, tabiiy yo'nalishdagi jarayonlarga qiziqishi ortsa va bu soha keyingi yillarda bu ko'tarilsa ortadiki, lekin pasaymaydi. Aqliy darajasi, dolzarbligi bu turadi. Shuning uchun bunga men chaqirib qolardim yoshlarni. Atrof muhitga, ekologiyaga bo'lgan qiziqishlari ortsa, O'zbekistonni havosini, yer osti suvlarini, tabiiy resurslarini saqlab qolish uchun yaxshi hissa qo'shadigan kelajak olimlari yoki kelajak mutaxassislar bo'lishadi. Sizni boshlig'ingizda.
Rahmat. Muhiddin aka, eslatib o'tamiz. Bugun bizning mehmonimiz o'sha ekologiya va atrof muhit muhofaza qilish olimi, shu yo'nalishdagi olim, biologiya fanlari doktori, dotsent Muhiddin aka bizning mehmonimiz bo'ldilar. Rahmat. 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 Hali kelajakda yana savollarimiz ko'p, qolib ketgan fikrlarimiz ko'p. Yana bir keyingi uchrashuvlarda ham sizni taklif qilishga harakat qilamiz. Yana vaqt ajratamiz. Bugungi vaqt ajratganingiz uchun sizga rahmat. Rahmat. Taklifingizga uchun ko'rishamiz. Siz bilan bog'lanmoqchi bo'lganlar qat'iy murojaat qilishligi, yozish kerak. Endi telefoningizni bermasangiz kerak. Ben Muhiddin Juliyev deb yozsa. LinkedIn'da ham borsiz. LinkedIn'da researchgate bor. Muhiddin Juliyev deb yozilsa, o'sha ijtimoiy tarmoqda ham bemalol siz bilan aloqa qilish mumkin. To'g'rimi? Rahmat.